Nima deb o'ylaysiz? Nega shuncha kollagen ichsangiz ham natijasini ko'rmayapsiz? Chunki siz to'g'ri kollagen tanlamayapsiz. Dunyo bo'yicha statistikaga ko'ra eng yaxshi kollagen bu morskoy baliq yog'idan olingan kollagen hisoblanadi. Men sizga Coral Food'dan jiddiy ko'rinishdagi mana bu 10 ming dozali va 15 ming dozali yangi chiqqan tripeptidli kollagenlarimizni tavsiya qilaman. Bularning farqi aynan bu yangi kollagenimiz sostavida gialuronka bor. O'shaning uchun bu juda ham tez ta'sir ko'rsatadi. Tanangizni agar siz 1 oyda 10 yoshga yoshartirishni xohlasangiz, aynan shu kollagenlarni ichishingizni tavsiya qilib qolaman. Bu kollagenlar faqatgina sizni tirnoq, soch, kojangizga emas, balki sizni organizmingizni ichki tarafdan ham oqsil bilan to'yintirib berib yoshartiradi. Ya'ni semirib ozganingizda tanada osilishlar bo'ladigan bo'lsa yoki tug'ruqdan keyin matkada kengayishlar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu muammolar uchun biz kollagenimizni tavsiya qilaman. Kollagenlarimiz mana bunday jiddiy ko'rinishda bo'ladi. Har birini dozasi, mana bittasini o'zining dozasi 15 ming doza, dunyoda 15 ming dozali birinchi kollagen hisoblanadi. Bularni ichish ham juda ham qulay va ta'mi ham xuddi sokga o'xshaydi. Shunchaki yo'ldamisiz, qayerdasiz, ahamiyati yo'q, kollagenni olasiz, ochasiz va ichasiz.